Musbatoy zaryad bo'lsa, taqinchoq do'konida unga nima bor? Xuddi odamlarga, ayniqsa qizlarga o'xshab u yerdan chiqishni istamaydi-ya. Musbatoy! Oy Musbatoy! Agar hozir chiqmasang, men ketaman. Ishoshilasan. Qaragin, taqinchoqlari yaxshimi? Bitta munchoq olaman deb kirib, shuncha narsani olib chiqdingmi? Bularni nima qilasan? Foydalisini olgin degandim-ku senga. Nima bu ko'pmi? Oddiygina ko'p emas. Ko'p. Mayli. Hozir bittasini qoldirib, qolganini qaytarib beraman. Kutib tur. Tez kelaman, ketib qolma. Bekor turmasdan taqinchoqlar tarixiga bir nazar tashlasak, yomon bo'lmasdi menimcha. O'zbek zargarligi juda qadim tarixga ega. Unga ibtidoiy jamoat tuzumi davrida asos solingan. Arxeologlar topilmalaridan ma'lumki, zargarlik san'ati qadimiy hunar sanaladi. Eramizgacha bo'lgan 1-asrdan boshlab eramizning 5-asrigacha qadimiy qal'alarning chiroyli haykallari, devor bezaklari orqali zargarlik san'atining rivojlanganligini ko'rish mumkin. Xorazmdagi tuproq qala devorlaridagi tasvirlardan o'sha davrdagi ayollar quloqlariga nafis zirak taqqanliklari ma'lum. Qadimda zargarlar taqinchoq yasashar ekan, uning foyda keltirishiga ham alohida ahamiyat berishgan. Deylik, hozirgi kunda tirnoq olish, biror narsani kesish, ko'chirish, aralashtirish uchun alohida buyumlardan foydalaniladi. O'sha paytlarda esa qo'zloq, tish, tirnoq tozalagich kabi turli pardoz, andoz buyumlar naqshlar bilan bezatilib, soch popuklari orasiga yashirilgan ekan. Qizaloqlarning sochi mayda qilib o'rilib, o'sha popuklardan taqib qo'yishgan. Zargarlar bunday buyumlarga alohida zeb berishgan. Ular mitti qushchalar, gul, o'simlik, barg shaklida yasashgan. Yana bezatish uchun ishlatilgan munchoqlarning rangiga qarab, uning egasi necha yoshda ekanligi aniqlangan. Yorqin, qizil, sariq, zarg'aldoq tushli rangli munchoqlar yosh qizaloqlarning soch popuklariga, ziraklariga zeb bergan bo'lsa, yashil, moviy, och qizg'ish, qora ranglarni katta yoshdagi o'smirlarning taqinchoqlariga ishlatishgan. Xullas, hozirgi pasport yordamida yoshingizni aniqlashayotgan bo'lsa, ilgari taqinchoqlar, liboslar, soch turmaklariga qarab yosh ajratilgan. Masibi, Ha? meni taqinchoqlarimga qarab yoshimni aytib bera olasanmi? Aytaymi? Ayt. Sen 150 yoshdasan. Qanday yoshli? Aslida yoshimiz katta. Shogirdimiz-ku axir. Voy, brat, meni xursand qilding. Shu gapingda turasan-a? Yoshimiz katta deravermaysan endi menga. Chin manfiylik so'zi. Ishonmayman senga. Topdim. Ishonishim uchun qog'ozga chiroyli qilib Musbatoyning yoshi 150 ta deb yozib berasan. Mayli. Faqat kel bu ishni xattotlarga qildiramiz. Zarf fikr. Zamonaviy nusxa ko'chiruvchilarga Topding. Ham yozdiramiz, ham chiroyli xat egalari to'g'risida gapirib beramiz. faqat ertaga